So'nggi kunlarda olimlar tomonidan dahshatli bayonotlar berildi. Ko'plab axborot saytlari tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, dunyo 6 ta ommaviy yo'q bo'lib ketish doirasiga kirgan. Bunday masalalarni uzoq vaqtdan buyon tadqiq qilgan insonlar esa kichik qiyomat deb ataladigan tun kelganida omon qolish uchun aql bovar qilmaydigan chora-tadbirlarni ko'ra boshladilar. Nafaqat oddiy odamlar, balki ba'zi yirik kompaniyalar va shtatlar ham juda hayratlanarli choralarni ko'rganlar qatorida. Mumkin bo'lgan kichik qiyomat ssenariysiga qarshi tashabbuslardan biri bu tuzilma dunyoning qora qutisi deb ataladi. Kutib turing, chunki tez orada juda qiziqarli narsalarni eshitasiz. Bu fan kanali tavsiya etadi. Foydali darsliklarni tekinga o'rgatadigan Koordinatov kanali. Siz bu kanalda onlayn pul topish usullari, ID sohasi bo'yicha foydali video darsliklar va ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Web dizayn, veb-sayt yaratish, grafik dizayn, freelance haqida ma'lumot, bularning barchasi ushbu kanalda. Koordinatov kanal manzili har doimgidek video opisaniyasida bo'ladi. Nuh alayhissalomning to'fonini bilmagan odam yo'q. Katta ommaviy qirg'indan keyin yer yuzidagi hayot qayta tiklana boshlangan voqea. Olimlarning ta'kidlashicha, bizning dunyomiz 5 marta katta ommaviy qirg'inga guvoh bo'lgan va o'tmishda sodir bo'lgan 5 ta ommaviy qirg'indan biri dinozavrlar davrida dunyoga tushgan ulkan meteorit bilan sodir bo'lgan. Va hozirda ular 6 ta ommaviy qirg'inni yaqinlashib kelayotgani haqida ogohlantirmoqdalar. Ta'kidlanishicha, ommaviy qirg'inning asosiy sabablari inson faoliyati, ifloslanish, haddan tashqari iste'mol va iqlim o'zgarishi natijasida tabiatning buzilishidir. Ushbu harakatlar dahshatli tezlikda turlarning yo'q bo'lib ketishiga olib keladi va ko'plab mutaxassislar yo'q bo'lib ketish darajasi hozirda insoniyat tarixining istalgan davridagidan yuqori ekanligiga ishonishmoqda. So'nggi bayonotlar haqiqatdan ham qo'rqinchli. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, sayyoramiz uchun qizil signal mavjud. Asalarilarning yo'q bo'lib ketishining o'zi insoniyat uchun katta xavf tug'dirishi mumkin bo'lsa-da, aytilgan bayonotlar 2050-yilga kelib yer yuzidagi barcha o'simlik va hayvonlarning 10% yo'q bo'lib ketadi. 2100-yilga borib ularning 27% yo'qolib ketish haqida ogohlantirildi. Bayonot davomida bugun tug'ilgan odam 70 yoshga to'lganida orxideyadan tortib ko'plab mayda hasharotlar, fillargacha bo'lgan ko'plab tirik mavjudotlarni faqat hujjatli filmlar va tarixiy kitoblarda ko'rish mumkin bo'ladi. Hozirgi asrda bu kichik qiyomatning qanday kutilishini aniq bashorat qilishning iloji yo'q. Chunki bu turli xil murakkab va oldindan aytib bo'lmaydigan omillarga bog'liq. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko'ra, dunyoni kutayotgan va ommaviy qirilib ketishiga olib kelishi mumkin bo'lgan 9 ta hodisa. Insoniyat uchun sodir bo'lishi mumkin bo'lgan ushbu 9 ta xavfni tasvirlab berganimizdan so'ng, biz dunyoning turli burchaklarida odamlar yo'q bo'lib ketish qo'rquviga qanday qilib aql bovar qilmaydigan tayyorgarlik ko'rayotganini ko'rib chiqamiz. Shunda siz ekranda ko'rib turgan ushbu mumkin bo'lgan yo'q bo'lib ketish ssenariysiga qarshi tayyorlangan dunyoning qora qutisini hayrat bilan tinglaysiz. Olimlarning fikricha, insoniyatning yo'q bo'lib ketishiga olib kelishi mumkin bo'lgan 9 ta taxmin. Mumkin bo'lgan yadro urushi. Bu vayronagarchiliklarning davom etishida katta halokat va sivilizatsiyaning oxiriga olib kelishi mumkin. O'limga olib keladigan virusning paydo bo'lishi yoki biotexnologik halokat
Masalan, dunyoga texnogen super kasallikning tarqalishi ommaviy qirg'inga olib kelishi mumkin. 3-raqamda kiberhujum mavjud. Qiziq jihati shundaki, tadqiqotchilarning fikricha, yer yuzidagi har qanday kishi tomonidan amalga oshirilgan yirik kiberhujum infratuzilma va texnologiyani falaj qilib qo'yishi mumkin. Bu esa sivilizatsiyaning keng tarqalishiga va ehtimol qulashiga olib keladi. Va sun'iy intellekt. Ba'zi olimlarning fikricha, paydo bo'layotgan sun'iy intellekt agar u o'zini anglab odamlarga dushman bo'lsa, insoniyatning oxiriga olib kelishi mumkin. Quyoshning portlashi. Quyosh hodisasi, masalan, koronar massaning chiqishi yoki quyosh chaqnashi yerning magnit maydonini buzishi va infratuzilma va texnologiyaga keng miqyosda zarar yetkazishi sivilizatsiyaning qulashida rol o'ynashi mumkin. Supervulqon otilishi. Supervulqon otilishi global iqlim o'zgarishiga olib kelishi mumkin. Bu esa ommaviy qirg'inga va natijada sivilizatsiyaning tugashiga olib kelishi mumkin. Ma'lumki, bu vulqonlarning eng qo'rqinchlisi Amerikadagi Yellowstone, ya'ni sariq tosh supervulqonidir. Asteroid bilan to'qnashuv. Bizga endi har yili ulkan asteroid tezlik bilan yaqinlashayotgani haqidagi xabarlar juda tanish, lekin ular hech qachon yerga tegmagan. Biroq hozircha bu dargumondek tuyulsa-da, bu xabarlar bir kun kelib haqiqatga aylanishi ehtimoli hali ham mavjud. Asteroidning urilishi, asteroidning o'lchami va tezligiga qarab Yerga keng tarqalgan halokatga olib kelishi mumkin. Mumkin bo'lgan gamma nurlarining portlashi, Yerning ozon qatlamini yo'q qilishi va keng tarqalgan vayronagarchilikka olib kelishi va insoniyatni katta xavf ostida qo'yishi mumkin. Va nihoyat iqlim o'zgarishi. Iqlim o'zgarishi biz yaqinda eshitgan va turli muhokamalarga sabab bo'lgan yana bir muhim tahdiddir. Mutaxassislar tez-tez gapiradigan iqlim o'zgarishi ba'zi global kuchlar tomonidan ma'lum maqsadlarda ilgari surilgan yolg'on deb hisoblansa-da, ko'pgina olimlarning ta'kidlashicha, iqlim o'zgarishi va global isish biz yashayotgan asrga eng katta tahdiddir. Iqlimning tez o'zgarishi, masalan, dengiz sathining ko'tarilishi yoki ekstremal ob-havo hodisalari sivilizatsiyaning qulashi va ommaviy qirg'inga olib kelishi mumkin. Mening fikrimcha, qanchalik qo'rqinchli bo'lmasin, bu hodisalarning aksariyati yaqin orada sivilizatsiyaning oxiriga olib kelishi dargumon. Biroq olimlar o'zimizni va jamiyatimizni zararlardan himoya qilish uchun turli choralarni ko'rish muhimligini ta'kidlaydilar. Biz duch kelishimiz mumkin bo'lgan bunday ofatlarni jiddiy qabul qiladigan odamlar ommaviy yo'q bo'lib ketishdan omon qolish uchun allaqachon qattiq tayyorgarlik ko'rishmoqda. Mana odamlar ommaviy qirilib ketishdan omon qolish uchun qilgan 6 ta tayyorgarlik. Ko'raylikchi nima ekan? Ba'zi odamlar, ayniqsa Amerikada, dunyoning oxiri ssenariysiga juda berilib ketishgan. Natijada ular o'zlarini yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ofatlardan himoya qilish uchun yer osti bunkerlarini qurishadi. Bularning orqa hovlisidagi kichik inshoot yoki ekstremal hodisalarga bardosh berishga mo'ljallangan kattaroq yer osti bunkeri bo'lishi mumkin. Boylar esa mumkin bo'lgan ofat ssenariysiga qarshi o'zlarining yer osti uylariga o'xshamaydigan tarzda yaratilgan boshpanalarga ega. Ba'zi odamlar falokatni kutib, ko'p miqdorda oziq-ovqat, suv va boshqa zarur materiallarni yig'ishga harakat qilmoqda. Bularga tez buzilmaydigan oziq-ovqat, tibbiy buyumlar va inqiroz paytida yordam beradigan boshqa narsalar kiradi. Ba'zi odamlar dunyoning oxiriga tayyorgarlik ko'rish uchun katta qurol-yarog' va boshqa harbiy jihozlarni to'plashga harakat qilmoqda. Va keyin omon qolish tarafdorlariga guruhlar bo'lib qo'shilganlar bor. Ba'zi odamlar xuddi o'zlari kabi dunyoning oxiri yaqin deb o'ylaydigan shaxslar hamjamiyatiga qo'shilishadi. Bu jamoalar odatda umumiy falsafa yoki e'tiqod tizimiga ega.
va ular men yuqorida aytib o'tgan mumkin bo'lgan ofatlarga qarshi reja tuzadilar va allaqachon birgalikda ishlamoqdalar. Ba'zi odamlar halokatni kutgan holda xavfsizroq deb hisoblagan joyga ko'chib o'tishga harakat qilishadi. Bu joylar odatda ko'proq izolyatsiya qilingan yoki ma'lum turdagi ofatlarga nisbatan zaifroq deb hisoblanadi. Ko'p odamlar ov qilish, baliq ovlash va mumkin bo'lgan global tahdidga qarshi oziq-ovqat yig'ishni, olov yoqishni, tabiatdagi suvni qanday tozalashni bilishadi. Ular omon qolish ko'nikmalarini o'rganishga harakat qilmoqdalar. Ular hatto bu ish uchun maxsus tuzilgan omon qolish kurslariga ham qatnashadi. Sizningcha bu kichik qiyomatga faqat o'zlari va yaqinlari uchun tayyorgarlik bormi? Savolga javob yo'q. Davlatlar va ba'zi yirik kompaniyalar ham mumkin bo'lgan ommaviy qirg'in uchun tasavvur qilib bo'lmaydigan tayyorgarlik ko'rmoqda. Bularga misol qilib, jamoaviy yer osti boshpanalari va Norvegiyada o'simliklarning yo'q bo'lib ketganidan keyin davom etishi uchun tayyorlangan ulkan urug'lik omborini keltirishimiz mumkin. Ammo ular orasida siz eshitishingiz kerak bo'lgan bittasi bor. Siz ko'rib turgan ushbu tuzilma yerning qora qutisidir. Odatda qora rangga bo'yalgan va juda bardoshli va shikastlanishga chidamli bo'lishi uchun mo'ljallangan. Ular odatda samolyotning dum qismiga joylashtiriladi. Ya'ni ular samolyot halokatga uchraganida kamroq shikastlanadigan joyga joylashtiriladi. Qora quti tomonidan qayd etilgan ma'lumotlar tergovchilarga parvoz paytida nima bo'lganini tushunishga yordam berish va voqea yoki baxtsiz hodisa sabablarini aniqlash uchun ishlatiladi. Samolyot halokatidan keyin butunligicha qolgan qora quti odamlar tomonidan samolyot qulashidan oldin nima bo'lganini tushunishga harakat qilish uchun tekshiriladi. Yaqinda qurila boshlagan dunyo qora qutisi bundan ilhomlanib ishlab chiqilgan. Tafsilotlar esa juda hayratlanarli. Independent bu xabarni qiyomatga tayyorgarlik boshlandi, insoniyatning qora qutisi qurilmoqda sarlavhasi bilan bo'lishdi. Olimlar Avstraliyaning Tasmaniya orolida qurilishi boshlangan bu ulkan po'lat konstruksiya kelajakda bu qora qutini topadigan odamlarga o'tmishda insoniyat bilan nima sodir bo'lganini tushunishga imkon beradigan tarzda qurilmoqda. Aytaylik, biz aytgan falokatlardan biri sodir bo'ldi. Masalan, meteorit yer yuzidagi hayotni qisman to'xtatdi. Ko'pchilik mamlakatlar, hayvonlar turlari yo'qoldi. Sivilizatsiya quladi, texnologiya yo'qoldi. Xuddi biznikiga o'xshagan ilg'or jamiyatlarning ming yillar avval yashab yo'q bo'lib ketgan ehtimoli kabi. Bizda esa ular haqida to'liq ma'lumotlar yo'q. Ular nimalarni boshdan kechirganini bilmaymiz. So'ngra biz ular g'oyib bo'lishidan oldin qurgan qora qutiga duch kelamiz. Bu ulkan kompyuter bo'lib, unda ular boshdan kechirgan hamma narsa uning barcha tafsilotlari bilan yozilgan. Aynan shu mantiq bilan hozirda Avstraliyada ishlab chiqarilgan ushbu quti barcha ma'lumotlarni o'zida saqlaydi. Ichkarida qurilgan va quyosh energiyasi bilan ishlaydigan qattiq disklar kelajakda bu qora qutini topib olishi mumkin bo'lgan odamlarga o'tmishda biz bilan nima sodir bo'lganligini, qanday xatolarga yo'l qo'yganimiz, sivilizatsiyaning qulashiga olib kelganligi haqidagi yozuvlar bo'ladi. Aftidan yer yuzida bo'lishi mumkin bo'lgan kichik halokatga katta tayyorgarlik ko'rilmoqda. Albatta bu vaziyatdan foydalanib, ma'lum maqsadlarda odamlar orasida qo'rquv uyg'otmoqchi bo'layotganlar ham borligini unutmasligimiz kerak va tashvishlanmasligimiz kerak. Chunki Alloh bo'l demasdan daraxt bargi yerga tushmaydi. Men sizga bir nechta yorqin misollarni keltirmoqchiman. O'tmishda dunyoning oxiri mavzusi qanday qilib aniq maqsadlarga ishlatilganligini eshitib hayratda qolasiz. Keling, Iso payg'ambardan 1000 yil keyin sodir bo'lgan bir misoldan boshlab dunyoning oxiratga yaqinlashayotgani haqidagi xabarlarni ko'rib chiqaylik. Miloddan keyingi 1000 yillikda Vatikanda Papa tomonidan ilgari surilgan dunyoning oxiri yaqinlashmoqda degan da'vo bilan nasroniylar najot topishga urinib, butun mol-mulklarini cherkovga hadya qilganlar.
Lekin oxir bo'lmadi va ko'p odamlar ochiqda qoldi. Unga oxirat keldi degan voqea yoqqan bo'lsa kerak. Bu holatni fursatga aylantirib, 33 yildan so'ng yana oxirat keldi degan mishmishni boshlab yubordi. Bilishimiz kerakki, Iso alayhissalom o'lmagan. Xristianlar Iso Masihni o'lganiga ishonishadi. Ularning ishonishicha, o'limidan 1000 yil o'tib, ya'ni 1033-yilda qiyomat sodir bo'ladi degan ishonch bilan qayta avj olgan qiyomat haqidagi mishmishlar nasroniylarni yana hamma narsasini ruhoniylarga yekson qilishga undadi. Albatta, qiyomat yana boshlanmadi. Lekin papa to'xtamadi va 1213-yilda Quddus va uning muqaddas yerlarida 5-favqulodda ekspeditsiyalarni tashkil qilish uchun yangi dunyo tugashini da'vo qildi. Bu safargi apokaliptik tarixining paydo bo'lishi juda qiziq. Rim papasi 666 raqamini islomning yuksalish sanasiga qo'shib, dunyoning oxiri 1284-yilda kelishini da'vo qildi. Bunday dunyoning oxiri kelmoqda degan mishmishlarning oxiri hech qachon kelmadi. Afsuski biz 1910-yilga kelganimizda bu safar butun dunyo bo'ylab Halley-Dumley kometasi odamlarni xavotirga soldi. 1910-yilda yer yaqinidan o'tib ketadigan Halley kometasi atmosferani buzib va insoniyatni yo'q qiladi degan mishmishlar butun dunyoda qor ko'chkisi kabi tarqaldi. Maya taqvimiga asoslanib yaqin kelajakka kelsak, 2012-yil 21-dekabr kuni butun dunyoni yangi qiyomat ssenariysi qamrab oldi. Shularni inobatga olib, oxirat va insoniyat haqidagi xabarlarga ehtiyotkorroq munosabatda bo'lish va tashvishlanmaslik barchasini yaratganning o'zi bajarishini tushunsak juda foydali bo'lardi. Ilm, fan va texnologiya yaxshi va axloqli insonlar qo'lida bo'lgan kelajak umidi bilan keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling.